Kadir kechisidagi ibodat 83 yillik ibodatdan yaxshidir. Allah Taala Kadir kechisini Ramazanning ichidagi kechalarga bekitib etgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Kadir kechisini Ramazanning oxirgi 10 kunining taq kechalaridan izdanglar degan o'zim shuningga tirishgan, sahobalarimiz shuningga tashabbus qilgan. Allah Taala Qur'on Karimda Laylatul Qadr hayrun min alfi shahr deydi. Kadir kechisi fazilatda va savobda 1000 oydan afzal deydi. 1000 oydan afzal, ya'ni 1000 oy bir odamning 83 yillik hayotiga teng keladi. Ya'ni bir odam 83 yil turmay ibodat qilgan bo'lsa, ibodat bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa-mu, ya'ni Qadr kechisini tepish şu 83 yıllık ibadetin evzel. Çünkü onundan yaxşı dedi. Kadir kechisi dünyada hiç qanday kechilarga o'xshamaydi, hiç qanday kunlarga o'xshamaydi. İslam ummatiga Alloh taolo ato qilgan alohida ulug' kecha. Mushu kechaga uchrashgan kishilar ashunda katta ibodatning savobiga erishalaydi. Endi shuni bilish kerakki, har qanday bir ulug' joyning ulug'ligi, ulug' kunning, ulug' kechining, ulug' vaqtning ulug'ligi, shuning ulug'ligini bilib, onu qadrlab, onu hürmetlab, ondan faydalangan kishi uchun bo'ldi. Ammo Kadir kechisinin ulug'ligini qadrlamagan, unga ahamiyat bermagan va uningdan hech foydalanishni o'ylamagan, g'aflat uyquda uxlagan odam uchun Kadir kechisi boshqa kechilarga o'xshash hech qanday bir farqi bo'lmaydi.